Bo'yin va qo'ltiq terisi qorayadi. Ishqalab yuvasiz, skrab, limon, hammasini sinab ko'rasiz. Ertasiga qarasangiz qorayish turgan bo'ladi. Chunki siz terini kirni ketkazmoqchisiz. Lekin bu qorayish kir emas. Bugun bu qorayish nimaligi, nega yuvish bilan ketmasligi va qachon bunga e'tibor berish kerakligini gaplashamiz. Ekrandagi rasmga e'tibor bering. Ahamiyat bersangiz, bu yerda faqat teri rangi o'zgarmagan. Teri qalillashgan. Agar ushlab ko'radigan bo'lsangiz, sal boshqacharoq tuyuladi. Ya'ni velvetga yoki baxmalga o'xshab tuyuladi. Qanchalik ishqalab yuvishingizga qaramasdan bu ketmaydi. Chunki bu teridagi kir emas. Bu yerda terini o'zi tagidan o'zgargan holat. Bu holat nomi tibbiy tilda akantoz nigricans deb nomlanadi. Ko'pincha bu holat bo'yinning orqa va yon qismlarida, qo'ltiq tagida va teri burmalarida ko'rinishi mumkin. Lekin bir narsaga e'tibor bering. Bo'yni qoramtir bo'lgan har bir odamda akantoz bor degani emas. Kimnidir terisi tabiiy shunaqa rang bo'lishi mumkin. Farqi tabiiy rangda terining tuzilishi o'zgarmaydi, ya'ni silliqligicha qoladi. Akantozda faqat teri rangi emas, terining teksturasi ham o'zgaradi. Shuning uchun faqat rangiga qaramang. Teringizni ushlab ko'ring. Teksturasi o'zgarganmi yo'qmi? Endi asosiy savol, nega teri qorayadi? Sabablari har xil bo'lishi mumkin, lekin eng ko'p uchraydigani bu ortiqcha vazn bilan bog'liqdir. Bu odamlarda ko'pincha insulin rezistentligi ham bo'ladi. Insulin rezistentligi bu hujayralarni insulinga oldingidek yaxshi javob bermay qo'yadigan holat. Shunda organizm qandni nazorat qilish uchun ko'proq insulin ishlab chiqaradi. Insulin uzoq vaqt baland bo'lganda esa u faqat qandga ta'sir qilmaydi. U teri hujayralarini o'sish jarayoniga ham ta'sir ko'rsatadi. Natijada ayrim odamlarda o'sha joyda qalinlashish va qorayish kuzatiladi. Lekin e'tibor bering, har bir akantoz, ya'ni qorayish holati insulin rezistentligi degani emas. Bir narsani esda tuting. Analiz bu ichki holatni raqamda ko'rsatadi. Teridagi o'zgarish esa tashqaridan ko'rinadigan belgi. Lekin siz aytishingiz mumkin, mana saharim normada-ku. Bunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki organizm ko'proq insulin ishlab chiqarib, qonda qandni bir muddat normada ushlab turishi mumkin. Ya'ni qand normada, lekin insulin yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun qondagi qandning norma bo'lishi bu insulin bilan muammo yo'q deb xulosa qilishga yetmaydi. Yana bir narsani sezgan bo'lishingiz mumkin. Bo'yin va qo'ltiq atrofida mayda osilib turadigan teri o'simtalari paydo bo'ladi. Rasmda ko'rishingiz mumkin. Ularni skin tags, ya'ni teridan o'sgan akroxordonlar deb nomlanadi. Bularning terida bitta-ikkita uchrashi odatda muammoli holat emas, sababi ular ko'p tarqalgan. Lekin bu holat ortiqcha vazn va insulin rezistentligi bo'lgan odamlarda ko'proq kuzatiladi. Lekin bo'yin qorayishi bilan birga uchrasa, bu tananing umumiy holati haqida yana qo'shimcha belgi hisoblanadi. Nazarda tuting, faqat bo'yin qorayishini o'zi insulin rezistentligini tasdiqlamaydi. Bu tekshirishga sabab, lekin hali tashxis emas. Agar bunaqa o'zgarish to'satdan paydo bo'lsa yoki tez tarqalsa, ayniqsa ortiqcha vazn yoki boshqa odatiy sabablar bo'lmasa, bunda tezda shifokor ko'rigiga borish kerak. Endi boshli savolga qaytamiz. Bo'yningizni qancha yuvsangiz ham ketmayapti. Nega? Chunki muammo terining ustida emas. Unda savol, buni sababi nima ekanini qanday aniqlaymiz? Qaysi analizlarni topshirish kerak? Qaysilar esa har doim kerak emas? Buni alohida videoda tushuntirganman. Ekranda havolasini ko'rsatib ketaman.